ulug' zotlardan birlarini onasi olamdan o'tgan ekan. Darvoza oldida yig'lab turganini ko'rgan qavm hayron bo'libdilar. Oldilariga kelib, "Ey shayximiz, siz o'zingiz odamlarni yig'idan to'xtatardingiz-ku, yig'lamang deyardingiz, o'zingiz yig'layapsizmi?" dedilar. Shunda shayx ularga qarab, "Ha, yig'layapman" dedilar. "Yig'layapman, chunki bugun meni uyimda jannat darvozasi berkilib qoldi" deb yig'lagan ekanlar. Ota-onadan ayrilish og'ir musibat, jannat darvozasini berkilishi qanday yig'lamaylik? Qanday yig'lamaylik? Ammo bu musibatga ham sabr qilishni o'rganamiz. Inson borki, bir kuni bu dunyodan o'tadi. Ana shuning uchun istirjo kalimasini o'rganyapmiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deymiz. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohning huzuriga qaytamiz. Bu kalima bizga tinchlantiruvchi kalima